Assalomu alaykum. Men Mahmud Muhammadxon. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar kursimizni boshlaymiz. Ikkinchi amaliy mashg'ulot. Strukturalar yaratish va qo'llash. Struktura, structure bu bir necha turli tipdagi ma'lumotlarni bitta nom ostida birlashtirish imkonini beruvchi foydalanuvchi tomonidan yaratilgan ma'lumot turidir. C++ tilida ma'lumotlarni tartibli va mantiqiy ko'rinishda saqlash uchun struct, union va klassdan foydalaniladi. Ushbu amaliy mashg'ulotda ularni e'lon qilish, obyekt yaratish, ichmish strukturalar bilan ishlash hamda amaliy masalalarda qo'llash ko'rib chiqiladi. Struct bu bir xil yoki turli tipdagi ma'lumotlarni guruhlash uchun ishlatiladigan foydalanuvchi tomonidan belgilangan ma'lumot tipi. Union xotirani tejash uchun ishlatiladi, chunki uning elementlari bir xil xotira joyini baham ko'radi va faqat bitta element faol bo'lishi mumkin. Klass obyektga yo'naltirilgan dasturlash uchun asos bo'lib, ma'lumotlar va funksiyalarni birlashtiradi. Struktura e'lon qilish sintaksisi. Bu yerda struct kalit so'zi ishlatiladi, struktura nomi beriladi, gulli qavslar ichida ma'lumot turi va o'zgaruvchi nomi ketma-ketlikda yozib ketiladi. Strukturani ichida yozilgan o'zgaruvchilar maydonlar deb ataladi. Struktura yaratish bo'yicha namunaviy misolni ko'rib chiqamiz. Bu yerda struct kalit so'z yordamida kitob nomli struktura yaratilyapti va uning ichki maydonlari sifatida nomi, muallifi va yili o'zgaruvchilari yozilyapti. Bu yerda nomi muallifi string turida, yili esa int turida yozilgan. Endi yaratilgan strukturadan foydalanish uchun obyekt yaratishimiz kerak bo'ladi. Obyekt yaratish uchun strukturani nomi, so'ngra obyektning nomi yoziladi. Yaratilgan obyektning ichki maydonlari o'zgaruvchilar bilan ishlash uchun nuqta belgisi ishlatiladi. Avval o'zgaruvchi nomi yoziladi, so'ng nuqta belgisi, keyin maydon nomi yoziladi. Shu bilan birgalikda ichki maydonlarga qiymat berish va qiymatlarni olish mumkin. Keling endi programmani ishlatib ko'ramiz. Mana programmamiz ishladi va yaratgan strukturamizning obyektida bergan ma'lumotlarimiz yozildi va ekranga chiqarildi. Birlashma e'lon qilish sintaksisi. Bu yerda union kalit so'z yozilib, birlashma nomi yoziladi. Gulli qavslar ichida maydonlar ketma-ketlikda yozib ketiladi. Birlashma strukturasining namunaviy kodini ko'rib chiqamiz. Birlashmani yaratish uchun avval union kalit so'z yoziladi, so'ngra nom beriladi. Bu yerda son deb nom berilgan. Gulli qavslar ichida ichki o'zgaruvchilar yoziladi. Int turida butun nomlik maydon yozilgan. Double turida haqiqiy nomlik maydon yozilgan. Ushbu strukturaning obyektini yaratish uchun avval struktura nomi yoziladi, so'ngra obyekt nomi yoziladi. Obyektning ichki maydonlariga murojaat qilish uchun avval obyekt o'zi yoziladi, so'ngra nuqta belgisi qo'yiladi va ichki maydon nomi yoziladi. Keling endi programmani ishlashini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek programmamiz ishga tushdi. Birinchi ekranga chiqarayotgan amallarimizda birinchi ushbu pul obyektining butun maydoniga kiritgan qiymatimizni ko'rishimiz mumkin. Bu 700. Natijada ham 700 chiqqan. Ammo haqiqiy maydonni ko'radigan bo'lsak, mutlaqo boshqa qiymat chiqqan bu yerda. Ikkinchi ekranga chiqargan joyini ko'radigan bo'lsak, bu yerda pulning haqiqiy maydoniga qiymat kiritganimizni haqiqiy qiymatini ko'rishimiz mumkin. Ammo bu yerda butun qiymati mutlaqo boshqa qiymat ko'rsatayotganini ko'rishimiz mumkin. Union ma'lumot tuzilmasi ichki yozilgan barcha maydonlar uchun bitta umumiy xotira ajratadi. Ko'radigan bo'lsak, int butun turi uchun
4 bayt xotiradan joy kerak. Double ma'lumot turi uchun 8 bayt xotiradan joy kerak. Demak, bu ikkala ma'lumotni saqlashimiz uchun jami 12 bayt ma'lumot kerak. Ammo biz yaratgan strukturaning umumiy maydoni 8 baytni tashkil qiladi. Bu degani ikkala ma'lumot turimiz ham bitta joyda joylashayotgani ma'nosini beradi. Shu sababli union ma'lumot tuzilmasi amaliyotda bir nechta ma'lumot turlaridan faqat biri ishlatilishi kerak bo'lgan joylarda xotirani tejash maqsadida ishlatiladi. Sinf e'lon qilish sintaksisi. Klass kalit so'zi ishlatiladi. Sinfga nom beriladi. Gulli qavslar ichida ichki maydonlar va metodlarning ko'rinish sohasi belgilanadi. Bu public, private yoki protected bo'lishi mumkin. So'ngra ichki maydonlar va metodlar yoziladi. Sinf strukturasini yaratishni ko'rib chiqamiz. Sinfni yaratish uchun avval klass kalit so'z yoziladi. So'ngra sinfni nomi yoziladi. Bu yerda talaba deb yozilgan. So'ngra gulli qavslar ichida maydonlar, metodlar yoziladi. Maydonlar, metodlar yozilishidan avval sinfni ichida ushbu maydonlarda ko'rinish sohasini belgilashimiz kerak. Bu public, private yoki protected bo'lishi mumkin. So'ngra ichki maydonlar va metodlar yoziladi. Bizning misolimizda string turlik ism maydoni yozilgan va init turlik yosh maydoni yozilgan. Obyekt yaratish uchun bu yerda avval sinf nomi yoziladi, so'ngra obyektning nomi yoziladi. Obyektning ichki maydonlari va metodlaridan foydalanish uchun avval obyekt nomi yoziladi, so'ngra nuqta belgisi qo'yilib, ichki maydon nomlari yoziladi. Va shu orqali ichki maydonlarga qiymat berish va qiymat olish mumkin. Endi misolni ishlatib ko'ramiz. Misolimiz ishga tushdi. Talaba sinfida yozilgan ma'lumotlarimizni ekranga chiqardik. Agarda mana bu kalit so'zda public kalit so'zini boshqa bir so'zlarga almashtirsam nima bo'ladi? Misol uchun private deb yozib qo'yadigan bo'lsak, nima sodir bo'ladi? Ko'rib turganingizdek, o'sha kompilyator o'zi mana bu ikkita maydonga xatolik beryapti. Xatolik berayotganligining sababi biz bu maydonlarni private, ya'ni yopiq deb berdik. Shu sababli private orqali belgilangan maydonlar faqatgina sinf ichida ishlash imkoniyati mavjud. Shu sababli sinf yordamida yaratilgan ma'lumotimiz to'g'ri ishlashi uchun bu yerga public deb yozamiz. Public so'zining ma'nosi ochiq degan ma'noni beradi. Programmaning ixtiyoriy qismida ushbu maydonlarga murojaat qilish imkoniyatini yaratadi. Ichmish strukturalar bilan ishlash. Ichmish strukturalar bir struktura ichida boshqa strukturani e'lon qilish va ishlatish. Ichmish strukturalar xotirani samarali boshqaradi va kodni o'qishni oson qiladi. Ichmish strukturani yozish sintaksisi. Avval tashqi struktura yoziladi. Unga nom beriladi. Ichki maydonlar yoziladi va ichki maydonlar ichida ichki struktura e'lon qilinadi. Ichki struktura nomi yoziladi. Gulli qavslari ichida ichki strukturaning maydonlari yoziladi va gulli qavs yopilgandan so'ng ichki obyektning nomi yozilib, nuqta virgul qo'yiladi. Obyektni ishlatishda avval tashqi obyekt yoziladi, nuqta qo'yilib ichki obyekt yoziladi, nuqta qo'yilib ichki obyekt maydoniga murojaat qilinadi. Ichmish strukturalarning namunaviy kodini ko'rib chiqamiz. Bu yerda bitta struktura e'lon qilingan, nomi manzil. Endi bu e'lon qilingan strukturaning ichida yana bitta struktura e'lon qilinyapti. Buni nomi davlat va har bir strukturaning ichki maydonlari yozilyapti. Ushbu strukturadan foydalanish uchun eng yuqoridagi strukturaning nomi yoziladi.
manzil va obyekt nomi yoziladi. Obyektning ichki maydonlariga murojaat qilish uchun nuqta yordamida amalga oshiriladi. Ichki struktura tashqi strukturaning ichida joylashganligi sababli guli qavs yopilgandan so'ng ushbu strukturaning obyekt nomi yoziladi. Ya'ni bu yerda davlat degan yozuv kichik harfda yozilgan obyekt ma'nosini beradi va bu maydon sifatida ishlatiladi. Tashqi manzil obyektining davlat strukturasiga murojaat qilish uchun aynan biz yaratgan davlat nomli struktura orqali amalga oshiriladi va buni ichki maydonlarini foydalanishimiz mumkin. Endi programmani ishga tushiramiz. Ko'rib turganingizdek, programmamiz ishga tushdi. Kiritgan ma'lumotlarimiz ekranga chiqarildi. Uyga vazifa: avtomobil nomli struktura yarating va unda marka, ishlab chiqarilgan yil va narx maydonlarini e'lon qiling. Dasturda kamida 3 ta obyekt hosil qilib, ularning ma'lumotlarini ekranga chiqaring. Qimmat avtomobilni aniqlab, natijani konsolga chiqaradigan C++ dasturni tuzing. Uyga vazifani bajarish bo'yicha namunaviy kodni ko'rib chiqamiz. Vazifa bo'yicha avtomobil strukturasini yaratishimiz kerak. Buning uchun struct kalit so'zidan foydalanaman va avtomobil nomini beraman. Topshiriq bo'yicha 3 ta maydon yozishimiz kerak. Ular marka, yil va narx. Topshiriq bo'yicha aynan shu struktura bo'yicha 3 ta obyekt yaratishimiz kerak. 3 ta obyekt yaratamiz. Buning uchun strukturani nomini yozamiz va obyekt nomlarini yozamiz. A, B, C. Har bir struktura uchun o'zimiz ma'lumotlarni yozib chiqamiz. Birinchi strukturaga yozamiz: marka, yil, narx. Xuddi shunday qolganlarini ham yozib chiqamiz. Endi topshiriq bo'yicha eng qimmat narxli avtomobilni topish kerak. Buning uchun men max funksiyasidan foydalanaman. Bu yerda max funksiyasi berilgan ikkita qiymatda eng kattasini topib beradi. Bu yerda ikkinchi qiymat sifatida ikkinchi max funksiyasini ishlatyapman va bunga boshqa ikkita avtomobilning narxlarini beryapman. Natijada ushbu funksiya 3 ta avtomobildan eng qimmatini topib beradi. Endi natijalarni ekranga chiqarishimiz kerak. Buning uchun cout kalit so'zidan foydalanaman va avtomobil ma'lumotlarini chiqaraman. Albatta, har birini orasiga bo'sh satr belgisini qo'yaman va oxiriga keyingi qatorga o'tish buyrug'ini yozaman. Xuddi shunday qolganlari uchun ham yozib chiqaman. Oxiriga eng qimmat avtomobil narxini chiqarib qo'yaman. Endi programmani ishga tushirib tekshiramiz. Programmamiz ishga tushdi. Avtomobil nomli struktura yaratdik. Uning yordamida 3 ta obyekt yaratib ma'lumotlar yozdik. Ma'lumotlarni ekranga chiqardik va eng qimmat avtomobilni narxini topib ekranga chiqardik. Bugungi darsimizda struktura, union va klasslarni e'lon qilish, obyekt yaratish, ichma-ich joylashtirilgan strukturalar bilan ishlash, strukturalardan amaliy masalalarda foydalanishni o'rgandik. Videoga like bosing, kommentariyada izohlaringizni qoldiring, do'stlaringizga ulashing. Siz bilan Mahmudov Muhammadxon edi.